juda ham nozik narsa. Dunyodagi zohidlik biz hozir aytgan narsalar emas. Rasululloh dunyodan behojat bo'lish, dunyodan zohid bo'lish deganda nima nazarda tutyaptilar? Rasul aytibdilar, dunyodagi zohidlik Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra o'zingni qo'lingdagi narsa sen uchun ishonchliroq bo'lmasligi. Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra o'zingni qo'lingdagi narsa sen uchun ishonchliroq bo'lmasligi. Ya'ni o'zingni qo'lingda turgan puling, o'zingni qo'lingda turgan imkoniyatingga ishonganingdan ko'ra Allohni senga va'da qilgan narsasiga ko'proq ishonayotgan bo'lsang, demak sen zohid insonsan. Ma'qulmi? Cheklarni olib qo'ydim, o'g'illarga uyni solib qo'ydim. Endi ularning kelajagi zo'r bo'ladi. Yana ularning hammasiga yaxshigina bir meros qoldiryapman deb turib, xotirjam bo'lmaysan. O'zingni qilib qo'ygan qo'lingdagi narsang bilan balki aytasan, inshaalloh farzandlarimni Allohga omonat qilganman, halol haromni tanitganman, Allohni tanitganman, iymon bilan yashash kerakligini o'rgatganman, inshaalloh kelajagi yaxshi bo'ladi desang, demak sen zohid ekansan.